Assalomu alaykum. Tobora manzilga yaqinlashib borayotgan Ramazon kemasidagi sayohatimiz davom etadi. Qadimgi arablar garchi shirkka botgan bo'lsalar ham, ammo ularda izzat, sharaf, olijanoblik degan tushunchalar juda qadrlanardi va amal qilinardi. Ozod, hur arab ayoli har qancha nafs xohlasa ham, eri uzoq yillar bedarak ketgan bo'lsa ham, zino qilishni xayoliga ham keltirmasdilar. Bunday jirkanch va past ishlarni faqat erki o'zida bo'lmagan, odamgarchilikdan mosuvo bo'lib qolgan qullar va cho'rilargina qilishlari mumkin bo'lgan. Ya'ni qullik ko'pincha insondagi g'urur va sharafni yo'qqa chiqaradi. Ularda odatda nasl-nasab ham aralashib ketadi. Bu holat qul bo'lib tug'ilgan yoki mamluk bo'lgan kishilarning tabiatiga o'zining salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmasdi. Shu bois cho'rilar, qullar ko'plab tuban ishlardan saqlanmasdilar. Qullarning yashash tarzi ularning ruhiyatiga albatta o'z ta'sirini o'tkazardi. Misol uchun, joriyalar o'z hojalari bilan nikohsiz ham qovushishlari mumkin. Ular sotilganda esa endi boshqa hojalari ham ularning tanasidan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Va shu tariqa joriya ayollarda qaysidir ma'noda hayo hissi yo'qolib borardi. Ba'zi zolim hojalar esa joriyalarni zino qilib pul topishga ham majburlardilar. Tabiiyki, bunday hayot tarzi kishidagi poklik va g'urur hissiga nuqson yetkazadi. Ammo obro'li xonadondan bo'lgan hur ozod ayollarda zinoga tushib qolish holatlari deyarli uchramaydi. Ana shunday hur, izzat sharafning cho'qqisida bo'lgan ayollardan biri Hind radhiyallohu anha. Ko'pchilik Abu Sufyon ibn Harb radhiyallohu anhu ning xotini Hind bint Utbani faqat salbiy tomondan taniydi. U ham bo'lsa Nabiy alayhissalomga yetkazgan ko'plab aziyatlari va Uhud jangida u zotning suyukli amakilari Sayyidush Shuhado Hamza ibn Abdul Muttolibni o'ldirtirib, jigarini chaynagan voqeadir. Lekin bu ayol keyinchalik islomni qabul qilgani va islomi go'zal bo'lgani haqida ko'pchilik bilmaydi. Islomga kirgach, uydagi doim sig'inadigan butni bolta bilan chopib, parcha-parcha qilarkan, senga ibodat qilib aldangan ekanmiz der edi. Bu ayol obro'li va sharafli xonadon vakili edi. Otasi Utba ibn Robiya, Qurayshning asl zodalaridan va oqil kishilaridan biri o'laroq o'z qavmida juda ham hurmatlanardi. Hind Abu Sufyon ibn Harbga tegishdan oldin Foqih ismli kishining nikohida edi. Foqihning mehmonlar uchun mo'ljallangan hovlisi bo'lib, kecha-yu kunduz demasdan musofirlar izn so'ramagan holda ham u yerga kirib kelaverardi. Ya'ni Foqih mehmondo'st va mehmonlarga shunday sharoit qilib qo'ygan odam edi. Bir kuni tunda xotini bilan yotarkan, o'rnidan turib, ayolini uyg'otmasdan ko'chaga chiqib ketdi. Bu vaqtda esa yo'li tushganda unikiga mehmon bo'lib, kelib turadigan tanishlardan biri kelib qoldi. Uyga kirsa, uyqudagi ayoldan boshqa hech kim yo'q edi. Musofir darhol yuzini burib, tezlik bilan uydan tashqariga chiqib ketdi va yo'lda Foqihga yo'liqdi. Ammo hijolat bo'lganidan ko'rishmasdan boshqa tarafga burilib ketdi. Hali islom kelmagan payt, lekin bulardagi or-nomus hozir ancha-muncha musulmonda ham topilmaydi. Foqih uyga kirarkan, to'shakda uxlab yotgan ayolini uyg'otib, "Huzuringdan chiqib ketgan kim edi?" deya qattiq so'roqqa tutdi. Shunda Hind, "Uyquda edim, hech kimni ko'rmadim. Sen uyg'otmasang hali ham uxlayotgan bo'lardim" dedi. Biroq Foqih bunga ishonmadi va "Otangnikiga ket, yo'qol" deya uni haydab javobini berdi. Hind otasining uyiga ketdi. Odamlar uni gap so'z qilishdi. Qavmida hurmat va obro'ga ega bo'lgan Utbaga bu ishlar og'ir botdi va qizidan bo'lgan voqeani ro'y rost aytishini talab qildi. Hind erining tuhmat qilayotganini aytdi. Ammo uning tuhmati sabab Utba xonadonining obro'siga yopishgan nomus dog'ini yuvishi lozim edi. Buning uchun jahiliyat arablarining o'sha paytdagi odatiga ko'ra Yamandagi mashhur bir kohin huzuriga borib, kuyovi bilan da'volashadigan bo'ldi. Har ikki tomondan bir necha insonlar kichik bir karvon bo'lib Yamanga yo'l oldilar. Kohin yashaydigan shahar bo'sag'alariga yaqinlashganlarida Hindning yuzini mahzunlik qopladi. Buni ko'rgan otasi qizini aybdorligidan shu ahvolga tushyapti deb o'ylab, "Qizalog'im, safarga chiqishimizdan oldin hammasini aytsang bo'lmasmidi?" deya malomat qildi. Bunga javoban Hind, "Otajon, Allohga qasamki, biror yomon ish qilganim uchun g'amgin bo'lmayapman. Lekin sizlar yanglishishi mumkin bo'lgan bir inson bolasining huzuriga ketyapsiz. Agar u adashib, meni biror yomon xislat bilan atasa, bu narsa odamlarning tilida doston bo'lib ketadi. Shundan xavotirdaman" dedi Hind bint Utba. Ular kohin huzuriga keldilar. U Hindning o'ziga qilingan tuhmatdan pokligini aytdi va kelajakda Muaviya ismli bir podshoh dunyoga keltirasan deya bashorat qildi. Bu gapni eshitgan Foqih darhol uning qo'lidan tutib, u bilan yarashib olmoqchi bo'ldi. Shunda izzat sharaf sohibasi bo'lgan Hind undan o'z qo'lini shiddat bilan tortib oldi va "Mendan nari tur.
Allohga qasamki, bundan buyog'iga sen bilan mening boshimni bir yostiq aslo jamlamaydi. O'sha podshoh ham sendan boshqasidan bo'lishini xohlayman dedi. Shu tariqa Utba xonadoniga yetkazilgan or-dog'i yuvilib ketdi. Biroq Hind bint Utba tuhmat qilgan avvalgi eriga qaytishni istamadi. Bir kuni otasi uning huzuriga kirib, Suhayl ibn Amr va Abu Sufyon ibn Harb ismli kishilar unga sovchi qo'yayotganini aytib, ulardan qay birini tanlashini so'radi. Hind otasidan ularning fe'l-atvori va xislatlarini tavsiflab berishini so'radi. Otasi Suhayldan boshladi. U o'z qabilasida obro'li va badavlat xonadon farzandi, lekin undan bo'lak biror hurmatga ega emas. Agar unga tegsang, juda kengchilikda yashaysan. U bilan til topishsang, uni boshqarib, bemalol ustidan hukm yuritasan. Ikkinchisi Abu Sufyon esa boy emas, ammo nasl nasabi toza, obro'li xonadon vakili va o'zi ham aqlli va terang fikrlari bilan dong taratgan. Loydan bo'lgan uyi uning nasabi, sharafi esa hasabidir. Birov uni tahqirlab pastga ursa, chidab turolmaydigan darajada mag'rur, lekin o'ta rashkchi va ahli ayol ustidan qamchini ko'tarmaydigan qattiq qo'l kishi. Bularni diqqat bilan tinglagach, Hind otasiga shunday deya yuzlandi. Otajon, birinchi aytganingiz ozod ayolni zoya qiladigan zodagon ekan. Ayol kishi eriga nisbatan itoatsizlikka o'rganib, uning ustidan hokim bo'lib oldimi, hech qachon qayta itoatkor bo'lmaydi. Agar qay bir er ayolning so'ziga ergashib ketsa, uning ayoli kekkayib ketadi. Undan keyin xulqi buziladi va tuqqan bolasi ham ahmoq bo'lib ulg'ayadi. Bunaqa erkak menga to'g'ri kelmaydi. Shunday ekan, uni qayta eslamang. Ikkinchisi esa haqiqiy mag'rura, izzat nafs sohibasi bo'lgan afifa va hur ayolga mos bo'lgan erdir. Men bunday xulqlarga ega bo'lgan erkakka tegishga roziman, dedi Hind. Shu tariqa Utba tuhmat tufayli qaytib kelgan qizini Abu Sufyonga turmushga berdi va bu turmushdan Muaviya radhiyallohu anhu dunyoga keldi. Hind bint Utba o'z qavmi ichida katta obro' va hurmatga ega bo'lgan zodagan ayollardan edi. Jasur va qo'rqmas edi. Jaholati g'olib kelib, eri Abu Sufyon bilan birgalikda Nabiy alayhissalomga misli ko'rilmagan adovat bilan qarshi turdi. Erkaklarga qo'shilib, Uhud jangida qatnashar ekan, turli xil she'rlar bilan ularni jangga ruhlantirardi. Hamza roziyallohu anhu bilan qilgan ishi esa barchangizga ma'lum. Makka fath kuni islomning haq din ekanligiga amin bo'lib, iymon keltirdi va avvalgi qilmishlaridan pushaymon bo'ldi. So'ng yuziga niqob tortib, payg'ambar alayhissalom huzurlariga bay'at uchun keldi. Boshida Nabiy alayhissalom uni Hind ekanligini bilmadilar va undan qasamyod olarkan, dinning arkonlari xususida qaytib gunoh qilmaslik uchun bay'at so'radi. Rasululloh so'zini davom etib, zino qilmaslikka ham ahd berasanmi dedi. Bu so'zdan Hind bint Utba tovushini baland ko'tarib, "Yo Allohning rasuli, yo Allohning payg'ambari, hech bir zamonda hur ayol zino qilishi mumkinmi?" dedi. Uning bu so'zlari tarix sahifalariga muhrlanib qoldi. U iffat nima ekanligini shu ikki og'iz gap bilan butun dunyo ayollariga tushuntirib qo'ydi. Hind bint Utba kabi ayollar zino qilish ehtimoli haqidagi savolni ham o'ziga or deb bilardi. Ozod ayol qirolichadir, afifadir. U o'z yelkasida otalarining nomusini ko'tarib yuradigan shaxsdir. O'lsa o'ladi, ammo o'g'irlik va fohishalik kabi jirkanch ishlarga botib, oilasini sharmandalikka duchor qilmaydi. Afifa ayol otasining obro'si, erining or nomusi va omonatidir. U kerak bo'lsa g'ururi va pokligi uchun hamma narsadan voz kechadi. U o'zini hurmat qiladi. Razil ishlardan nafsini baland tutadi. Ro'zg'or qiyinchiliklari ham, jismoniy g'arizalar ham uni fahsh ishga majbur qila olmaydi. Hind bint Utba mana shunday ayollardan edi. Hind radhiyallohu anha keyinchalik islom uchun juda katta xizmatlar qilib, islom tarixining shon-sharaf suhbasiga ko'tarildi. U ayollarning iffati qanday bo'lish kerakligini ko'rsatgan muhtarama xonimlardandir.